Assalomu alaykum. Xorazm ahli Xudo xolosayning ish jarayonini boshladi. Yine trubalari, issiq suv, sovuq suv, bu yerda unitazniki, dushniki, rakvina, kir mashinniki, bu yon tarafimizda posudomoyka, arani, kuxonniy rakvinaniki. Yine ishontirib, chexollar bilan proyekt bo'yicha ishlanib borayotir. Video davomida Xudo xolasa ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Shaxtada polniy kanalizatsiyamiz, issiq suv, sovuq suv hammasi video davomida qo'yib boramiz. Kuzatib boraveringlar. Xorazm servis. Bunda уже birinchi radiatorlarni osib boshladi bolalar. Xudo xolasa sandalis polniy ish jarayonini berib boraverasiz. Lazerni o'rnuna qo'yib, proyekt bo'yicha necha batareya berilgan bo'lsa, hammasi joy-joyina qistirilib borilaveradi. Bu yerdan suv ishlari boshlanadi. Bu yoqda отопление ishlarimizni boshladik. Bu yerda yana radiatorlar уже 2 bola o'tirib, razborga etib, neranchadan proyekt bo'yicha berilgan bo'lsa, shuni taxlab berib turadilar. Bunda Google kanallarimiz, hamma materiallar Ehson do'konidan olingan. Полностью şöyle materiallar. Bunda уже 3. etajdan başladık balla. Bakalasa yine iş jarayonlar. Yine inşa firmanın o'tepetidan ishlatilib turibdi. O'sha turbanchani chexol kiyizilib tashaladi. Proyekt bo'yicha bu yerdan shu döşelib, kuxninalari montaj etiladi. Ekranda Xorazm santexnik servis murojaat etaverasizlar. Santexnika xizmatlari bo'lsa